bo'lishi munosabati bilan qo'shiq sehri sohibasi deb nomlangan anjumanimizga xush kelibsiz. Hozir mana shu lavhalarni tomosha qilishni e'tiboringizga havola qilamiz. Undan keyin qahramonimizni davraga taklif qilamiz. Marhamat. Hayotda shunday san'atkorlar borki, ularning ijod kuchini bir ko'tarib ko'rsatdi-yu, keyin negadir to'xtab qoladi. Ammo bizning bugungi qahramonimiz lirik xonanda O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Mavluda Oynoqulovaga uning aslo aloqasi yo'q. Chunki u mana 20 yildaki qo'shiqlar kuylab ko'pchilikka mansub bo'lib kelmoqda. Garchi nomzodlar janrida ham qo'shiqlar kuylab ijodiy kamolotga erishgan bo'lsa-da, uning bu yo'ldagi ilk qadami 1975-yillardan boshlangan. O'shanda u mashhur san'atkorlar Muhammadjon Mirzayev hamda Gavharxonim Rahimovalarning nazariga tushib, Lazgi ashula va raqs ansambliga taklif etilgan edi. Mavluda bu ustozlarning beg'araz yordami tufayli o'zbek va qozoq xalq qo'shiqlarini mahorat bilan ijro etib, elga tanildi. Keyinchalik Mavludaning mashhur xalq artisti Tamaraxonim bilan yaqindan tanishuvi uning ijodiy kamolotini yanada takomillashuvida katta rol o'ynadi. U buyuk san'atkordan qo'shiq va gallalar o'rganar ekan, aynan ustozga taklif qilib emas, balki o'z ijod yo'lini topishiga intilib yashadi. Mavludaning Tamaraxonim bilan bo'lgan qisqa davrdagi ijodiy mulohazati uning o'zi sevgan estrada ijrochiligi yo'liga o'tishda muhim bir ko'prik vazifasini o'tadi. Ayniqsa uning iste'dodli bastakor Dilorom Omonullayeva bilan uchrashuvi unga baxt keltirdi. Bu Mavludaning ikkinchi bor san'at shohsupasiga chiqishida turtki bo'ldi. Bastakor Mavludaning ovozidagi estrada ohangiga xos noyob xususiyatlarni topib, uning estrada ijrochilik yo'lida o'z o'rnini topishiga sidqidildan ko'maklashdi. Mana 7 yildirki Mavluda Dilorom Omonullayeva bilan hamkorlikda rang-barang yangi qo'shiqlar yaratib kelmoqda. Bugun biz Mavluda Oynoqulovaning ijod gulshanidan saralab sizlarga tuhfa etmoqchi bo'lgan musiqiy dasturimizning asosiy qismini ham ana shu sevimli bastakorimizning go'zal qo'shiqlari tashkil etadi. Marhamat, tomosha qiling. Jafar
nechtasi shular bilan kutlaymiz. Aktrisasi, O'zbekiston xalq artisti Gulsara Yoqupovani davramizga taklif qilamiz. Shu bilan birgalikda mana shu jazgi ansamblining musiqa rahbari Karim Rahmonovni ham taklif etamiz. Şu Yavaraman bilen ahırda 70. yıllardaydım var. 70. yıllarda ahırlardaydım. Horazm to'y programmasini qilayotgan edim. Horazm to'yini qilayotgan edim. Shu paytda kecha qilib o'tirganimizda eshikda nima qilib Muhammadjon aka Mirzayev, Xudo rahmat qilsin bo'ladi. Muhammadjon akam kelib, "Ey Javohar, nima qilib o'tiribsan bu yerda? Ana bu boqar zalida ikkita qiz garmon ashula deyapti. To'yni kechasini qilyapsan. Ashula to'yda kelinglar ko'maga keladilar. Yur, tur o'rningdan deb Javohar Muhammadjon akamni bizga olib kelib ularni borib ko'rgan, bu qizcha qatnashgan keladi. Ana shundan boshlangan. Xudoga shukr, o'sha nimada mana o'sha programmani ko'rgan, ular keldi, ansamblingizga. Bu paytda Ulug'bek Chirboyeva, Olmazor Chirboyeva bilan ular hammasi birgalikda edi. O'rtam bilan edi. Bu bir azamada kaçıp kalktı, yaralandı kuzum. Sırada bir bana mağdurlar bilen şu 42 yapmış şartlarımızı istedim. Ben en yakşı görgen şagirdem, en yakşı görgen kızım. Nima bo'lsa hamma o'zingga to'ylardan o'tkazganmiz. Chimkentdagi bor saylovlarda 5 to'ylari bormi? Qiz to'ylari bormi? Hammasini tugaydi. Birga hamma Yavaraboq ularni yaxshi ko'rardik kelasini. Men yaxshi ko'rardim. Yavaraboq ularni yaxshi ko'rardim. Ularni yaxshi ko'rdilar. Desam, yo'q, seni yaxshi ko'raman dedilar. Ularni maqsadi qilgan hammalaringizni o'ylaymiz. Yaxshi kunlar bo'lsin, Mavluda borib azizlaydi. Boshqatda Mavluda Rahmat Gülsara Bey. Xudoyim uzun bo'lsin. Bizlar shoirlarning vaqtida hamisha boshimizda sayamon bo'lib. Endi sizlarga ixlos qo'yamiz, ustozlarga ixlos qo'yamiz. Men Mavluda xonimni 40 yildan beri bilaman. 40 yildan oshgan bo'lishi mumkin. Biz Xorazm Kamoljon Ataniyazov nomidagi Xorazm davlat filarmoniyasida bu yoqda ishlaganmiz. Ular bu yoqda Muhiddin Qariyov nomidagi filarmoniyada ishlaganlar. Rahmatli og'izlab o'tdingiz mana Gavhar opamizni juda ajoyib Xorazm san'atini
ko'ngil qo'ygan bir ajoyib ustoz edilar. Undan keyin mana ortiq ustozlarimiz birgalikda ishladi Mavluda xonim bilan. Biza uzoqda bo'lgan bilan ham birgalikda ko'p bayramlarda, yangi yillarda qanday bir tadbirlar bo'ladigan bo'lsa birga qo'yamiz. Şu 40 yıl oldin ko'rgan bo'lsam shu go'zallar sultoni bo'lib, mana hozir ham shunday chiroyli, nafis, hammaga yaqadon bo'lib, shu o'zlarimiz ham xalqimiz ham shunday bir yuragidan joy olgan san'atkor deb o'ylayman. Endi bu yerda mana biz hozir davrda mana yana bir narsasini aytib o'tishim kerak, hozir esimga tushib ketdi. Bir paytlar filarmoniyalar yopilib qoldi. To'g'rimi, Gulsar aka? Hech kimga kerakli bo'lib qoldi filarmoniya. Şu davrdan Mavluda Aynaqulova firma açıp şu Lezgi ansamblı yo'qolib ketmasin deb mana shu ko'z ochishlar jamiyatida shu yerda bir zalni olib shu yerda hamma ishlagan shu Lezgidagi hofizlarni, musiqachilarni, raqqosalarni yig'ib qancha vaqtdan sudrab olib kelaverdi shu. Oylik berdi. Şunu aytamanda şu fidai, haqiqiy Xorazm san'atiga o'tib san'atiga bo'lgan fidoiligini men aytib o'tyapman. Shuning uchun bu yerda mana hozirgi davrda mana Lezgi ansambllari, filarmoniyalar boshqalardan tiklandi. Lezgi ansambli mana faoliyat ko'rsatyapti. Buning badiiy rahbari mana butun hammamizga sevimli, hurmatli shoirimiz, ukamiz, O'zbekiston xalq artisti, Tojikiston xalq hofizi Og'abek Sabir boshqarib turibdi mana shu ansamblni. Men shu ansambldan musiqa rahbariman. Birgalikda biz Xudo xolasa shoirimiz bilan. Bundan keyin ham mana shu harakat qilamiz ustozlarni ishlarini bir ozmi ko'pmi bundan keyincha shu ijod qilib kelgusi avlodlarga bir yetiramiz degan umidda yuribmiz, xizmat qilib, bundan keyincha yuribmiz. Hech bo'lsa men Mavluda xonni hali 70 yosh bo'ldi deganda hayron bo'ldim men. 70 yosh. Hamma hayron. Yerning kichkinaligini kuzatib ko'psi. Aslida bu narsa Turkiston saroyida bo'lib o'tish kerak edi. Xalqni yig'ib. Xalqqa yurishimiz lozim bo'ladi. Shundan loyiq Mavluda Aynaqulova degan qiz qoldirdi. San'atdan, hayotdan, mana farzandlari, oilalari butun deganday. Men de ijod yo'lida hali 70 yilda ne qilman, hali endi ikkinchi dihani deydi o'rislar. Shuni ochib, xudoxolasa birgalikda hali ko'p ishlar qilamiz. Şu davrda size kısırım yollayız, Gülsar Apa. Şunu aytamam. Şu kısırım, ne için bunu değil, ne için bu Lezgi ansamblı yo'qolish kerak. Bunu davom qildirishimiz kerak degan Janfida Atamurataga rahmatli, Bekchanim. Bular hammasi. Bu mana keyingi davrda men Rahmatjon, rahmatli do'stimiz ansamblni rahbarlik qildi. Endi gapirsak gap ko'p. Shuning uchun gapimiz qisqartiramizda mana shu bizni filarmoniyamizni kasaba uyushmasi nomidan mana raisi shu yerda Safar aka o'tiribdi. Filarmoniyamizni kasaba uyushmasining raisi Safar akamizdan bir arzimas biz sovg'a olib kelganmiz. Shuni Mavludaga topshiramiz. Tavsiyalar, davomli tavsiyalar. Safar akaning ikki haftaga Meşhur bütün ustalarla gaplarga, Gulsar aka rahbarligidagi, Karim aka rahbarligidagi hamma gaplarga qo'shilaman. Sog' bo'ling. Az bo'lsam ko'pcha ko'rasiz. Xudoy boya aytilgan niyatlar Xudoyning shu ijobat bo'lib Turkiston saroyida Hamidjon aka. Avvalam sizga rahmat bu ishlarni boshida turib boshqash bo'lib, butun san'atkorlarga, shoirlarga hamisha e'tiborni tushirsa bilamiz. Siz sababi zar qadrini zargar bilar dedi. Hamid akamiz
Ölmesin, uzak yaşasın, sanatkarlarını baktığına, bizlere Nasip Hoca şimdi ustalarını, sanatkarlarını her şey kökte gönderip bundan gelen söylüyorsun. Rahmet size, sağ olun, aman olun. Öyle oldu. Navbatda hoş böylesi, doğru mu? Hazır kendimde Rahmanlık'tan bu hoş beşsek bile Qoraqalpoqda Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist. Biz faqatgina bularga omad tilaymiz. Iloyim bizlarni davlatimizni yuqori faxriy unvonlarni olishlarida har doim Alloh madadkor bo'lsin. Sog' bo'ling, omon bo'ling. Rahmat katta. Endi bir qo'shiq aytaman. Ustozimni bir 50 yil oldin aytgan bir qo'shiqni aytaman. Hamma raqsga shuning uchun bugun to'y deb bo'lsin. Mavludaxon, siz joyingiz chiqib, mazaqli shoh sifatida o'tiravering. Mana biz qo'ldan kelcha xizmatdamiz. Keling, Yusuf keling. O'ylaysizmi? Sevdiman degan shundan aytamiz. Assalamu
Thank you.
İkisi sevgilim var yani. Bittasi birinchi Toshkentga o'qishga kelganimda ko'rgan Gulsaraxon. Maryam bilan ko'rib juda yosh ko'rib qolganman. Ikkinchisi Chaptamonda turibdi, endi agar orasiga aloqasi bor juda bo'lmasa qabiliyasi Bekjan bo'lganda men yonida o'tirgan bo'laman. Endi biz kinochilar bir kuni chaqirib qolishdi. Kinoga. Yaratgan kinosi o'ynayapti. Men ustoz nazariyim. Televizor ko'rib o'tirsa, menga qarab dedi. Hozir kimdir 75-yilda qo'shiq aytish boshlaganda, men aytayotganim 73 yo 74. Mana. Men qarab dedi, agar men yosh bo'lganimda qaramanimda, televizorda shu aytyapti. Qaradi, o'zini yo'llari bor ekan boshlayotgan deb boshqalarni men ustozim xotirlarini dedim, xudo xolisa, hali bo'ylaman dedim. Bundan keyin kinoga chaqirib qoldi bir do'stimiz. Eldor Mangazov degan akaralar. O'z rol o'ynaydigan bo'lib qoldi, ham sevishganlarni. Mayli, xudo xohlasa, ishlarga yozilgan dedim. Hawa di mana, Hawa di mana, Hawa. Dengar, ya kali mulai ada. Chin qalbimdan, chin yuragimdan ustozimni tabriklayman. Sabab Bibliyada shunday oyat borda, go'zal insonlarning tangi peshonasidan o'tgan bo'ladi. U beshikka bo'lmas ekanda, go'zallarning millati bo'lmas, ular ko'kda chaqqan shaqindir. Go'zallarsiz ko'ngillar bo'lmas, ular yaratganga yaqindir. Hali ashulaga ketadimi? Mana shu joyda istarlik bo'ladi, agar ashula qilmasangiz pardada o'chiramiz. Xullas, hozir mana urushdan kelgan jigarlarimiz, tuganlarimiz, xush kelibsizlar. Sizlarga ming rahmat. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan aziz va mamnun qolganlar. Judayam chiroyli, go'zal bo'lib ketibdilar. Bizni Lazgi ansambli bilan birgalikda Bahor ansamblida yoki konsertlarda uchrashardik. Xusiyoxon juda chiroyli qo'shiqlar aytardi. Marhamat, go'zal Xusiyoxon.
hech qachon qolmaylar, qolmaylarman. Bugun shunaqa xursand bo'ldim. Shunaqa do'stlarim, jigarlarim, qarindoshlarım hammasi mana shu savdoga qilib, meni kelgani uchun sizlarga minnatdorchilik bildiraman. Bir kısmı geldi. Hala hammasi kelmadi. Mana bizim balet mesterimiz, Lazgi ansamblinin balet mesterimiz Diliya Hanım Ataqulova mana shu o'zining mehnatlari bilan, qizlari bilan, yigitlari bilan kelib xizmat qilib turibdi. Diliya Hanım ham katta rahmat. Bir og'iz gap gaplash kerak. Shuning uchun uchamiz. Ko'p xizmatlari bor Lazgi ansamblida. Assalomu alaykum mehmonlar. Biza Mo'g'dabog'lar eng kichkina nevaralaridan desak bo'ladi. Eng kichkina bakaleyni mana Gulsara bola o'tiribdilar. Eng kichkina shogirdlaridan mana shu biza qoldik. Umringizga umr qo'shilsin, sog' salomat bo'ling. Farzandlaringizni rohatda ko'ring, amalalaringizni. Sog' salomat bo'linglar. Gulsara sog' salomat bo'linglar. Ana endi yakuniy bir Lazgi. Hamma o'yinga aziz do'stlar, marhamat.